Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? İşleriniz yaxshi? Eshiklarni necha puldan sotyapsiz? Kvadrati boshlanishi 500 ming so'mdan boshlanadi. Aha. 1.2 profilda 0.7 lista bo'ladi. Materiali qalinlashib borgan sari narxi ham o'sib boradi-da. Puliga yarasha qo'yaveramiz. Mana shu eshikda turishi necha pul? 4 million 400 ming so'm. 3,5 ga 2,5 razmer. Qo'yib berishi bilanmi? Ha, usta nuqtasi ichida bo'ladi. Nargilarichi? Bunisi 260 ga 2,5 bo'ladi. Aha. Bunisi 3 million 800 ming so'm. Bunga nisbatan material ozgina qadroq bo'ladi. Bunisi? Bunisi 3,5 ga 2,5. 3,5 2,5 4 million 500 ming so'm. Buni ham material ozgina farq qiladi. Bo'lar joyimi? Kelishtirib beriladi. Arzon bo'ladi, ha? Arzon bo'ladi, xudo xolasa. Buni endi ko'cha borganlarga qilsa bo'ladi. Shuni, bu shuni ishlatgan darvoza. Vaqtinchalik qo'yib ishlatsa bo'ladi. Uyda orqa qismiga katta texnika kirgani. Yaxshi. Bo'lmasa telefon raqamingizni ayting. Telefon nomer 90lik 266 1787 nomer. Bo'lmasa men unga qarab nomerlaringizni anaqa qilaman-da. Yozib qo'yaman, sizga qiziqadiganlar telefon qiladi. Gapiring. Bo'ldi, yaxshilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Qam Surxondaryo viloyati Uzun tumanida yoyma bozorlarda yuribmiz. Yozgi kiyimlar, turli xil nimalarni olib bemalol savdo qilish mumkin. O'tgan haftasida qaysi bozor bu degandi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida dehqon bozori va mol bozoriga obzor qilamiz. Birdan yo'ling yarashtirib. Aka shapkalaringiz nech pul ekan? Aka, shapkalar nech pul? 25, 35, 15, 45. Qallash pul. Rahmat. Yangi yaxshimisiz? 10 ming so'm? Ha, shirin dana. Zardoli. Beraman, beraman. Qaruzlar kirasi nech pul ekan? Qaruzlar. 2,5. Aka, kartochkalaringiz nech pul? Assalomu alaykum. Qizil. 6, 5,5, 6. Rahmat aka. Mana qaysi 6, 5,5. Assalomu alaykum. Aka, guruchlaringiz nech puldan? 21 ming. 21 ming? Agar kelishsangiz, Bularchi? nima qilib beraman bu o'yinni? Nimani? Lazim. Bular nech pul aka boshdagi? Buchi? Hammasi 35 ming ya. O'roqlaringiz-chi? Ular 15 ming ham. 15 mingdan? Arrachi? Adamlar 20 ming, 35 ming. 20 ming, 35 ming. Rahmat aka. Handalaklaring nech pul? Handalaklaring? 10 ming, 5 ming, 10 ming. 10 ming. Bu kattalarchi? Donasi 10 mingmi? Yaxshi. Yangi halolar nech pul? Halo 40 ming so'm. Buchi? 65 ming so'm. Qasdi dog'i muloyim. Aha. Bodom 75 ming. Rahmat. Qaytishda olamiz-da. Ha, tog'a, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayramlaringiz bilan. Rahmat, o'zlaringizni ham. Nima oldingiz? Nima oldingiz? Pomidor oldim arzon ekan 7 mingdan. Bodiring oldim 4 kilosi 10 mingdan. Yaxshi-ku, arzon-ku. Bozorimiz obod. Arzon hamma narsa. Malades. Zo'r. Rahmat, tog'a. Borda. 12 ming, Hozir. 16 ming. Ana 10 ming bu. Bu 10 mingdan ha bular. Bu ham 10 ming. Bular 12, 12 ming. Ha, buchi? Ma'ular 15 ming, 13 bering. Aha. Ma'ular bor 16 ming. 15 ming berman. Ma'ular bor 20 ming, 23 ming, Aha. 16 ming, Bular lazer aka mana 13 shular. ming. Ha, bular lazer. Ha, bo'ldi. No'xatlar bor, lobyo bor. Nima no'xatlar nech pul? U 19 ming, 18 ming. Ha, Hamma narsa optim aka bizda. bo'ldi.
Telefon raqamingizni ham aytib qo'ysangiz, biron telefon qilishim. Aytavering, eshitilar. Sotuvlik 673 00 49. Ismingiz kim? Ismim Solihjon. Solihjon mayli. Olib kelamiz, optimizda. Xo'p. 2,5 ming? Bu 3 kilo bo'lmang, ha? Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Bo'yashimizmiz. Stukurda necha pul ishlaysiz bir kunda? Endi bugun chiqdim hali endi. Boshqa kunlarda, boshqa o'tgan bozor qancha ishladingiz? Hali endi 3 kun bo'lib olib kelganimda. Ha, yaxshi, buyursin. Qani biror gap bo'lardi endi. Rizqqa yarasha tushib qoladi. Ha, yaxshi. Mana shu odamga podpiska bosgan odamga bonus bor. Mol bozor oladigan bo'pti. Aka, echkilaringiz necha pul? Shu ko'kka bo'yalgan qora echkilar necha pul? Shoh ko'k. Necha pul? 2,5 milliondan deyapman, 2,5 million. Qanchalar nimasi bor? Musha bor. 20 kilo, 22 kilo. Rahmat. Nima deysiz aka? Assalomu alaykum. Mana Afg'onniki. O, 7 deyapmiz. 5 million 500 dan qaytdi. yo'g'a. Ha, echkiga qo'yayotgan bo'lsa, keling. Assalomu alaykum. Muxlislar mana 7 million deyapmiz. 7 kilodan kam qilmaydi. Bo'ldi. Kim mol qilmoqchi bo'lsa, mol qilmoqchi bo'lsa kelsin mana. Telefon raqamingizni ayting. 99 deydi. 021 62 94. Kelinglar. Любой kelsa ben kelishda Telefon beraman. raqamingizni ayting aka. 91lik 903 79 83. Har kuni uyda bor mollar. Bo'ldi, rahmat. O'zim mana sotaveraman. Bo'ldi. Aka, bu uloqlar necha pul? Uloqlar 600 dan beryapti. Mana shu 600 dan beryapsiz. 600 dan. Sarkalar ham bormi ichida? Yo'q, erkak. Hammasi erkak, ha? Mana shular necha mana shu semizroqlar necha pul? 1,5 milliondan 1 million 100 dan 1,5 milliongacha. Ha, bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. Aha. 88lik 623 0097 aka. Bizi bor aka 3 ta bo'lsa. Assalomu alaykum. Aka, bu echkilar necha pul? Aka. Echkilar necha pul? Nima edi? Necha pul ekan bu? Qaysi kanalga aka bu? Hozir aytamiz. Necha pul bu? Ona bola 3,5. Ona bola 3,5 mi? Shu sut beradigan nima ya bu echki? Ha, bu necha pul bu? Ikkovi necha pul? 3 millionga sotildi mana bu. 3 millionga sotildi, ikkovi sotildimi? Yo, bittasi. Bu Pokiston, bu o'zi 2 million. Ha. Mana bu 2 litr suti bor. 2 million 800 sotildi. 2 million 800. Telefon raqamingizni aytib yuboring. 91 967 82 48. Hurmatli obunachilar, mana shu sut beradigan echkiga qiziqadiganlar bo'lsa, Чисто Rossiya. olaverasizlar. Чисто Rossiyaniki ekan. 2 litr suti bor deyapti. Jahonli binaymi? Qarang bu. Mana aka bu rossiyskiy poroda. Aha. Narxi 1 millionga bermading. 1 millionga Ha, beraman. mana shu akam so'rayapti. Men ertalab 11 ismingizni ayting. Ha? O'tkirjon akam. Telefon raqamingizni ham ayting, usta. Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqamini ham ayting, reklama bo'ladi. Bak so'rayapti. Ha, xo'p, ayting. Xo'sh. Yo'q, men ham telefon ishlatmayman-da. Telefon ishlatmayman. Bo'lyapti. Buni oldik, sotib oldik 1 millionga. Ha, uloqni, bolasini oldingiz, ha? Onasini necha pul deyapti? Onasi 2 million. Rahmat, hojibo. 3 million 200. Buni ushlab gapiring. Necha pul deysiz qaytadan? 3 millionga 3 million 200 qoldi. Ha, 3 millionga 3 million 200, ha? Boshqa. Yaxshi. Bu 62 ga qoldi, ha? 62. Necha kilo yuti bor, taxminan? Yegasini ham shu. Telefon raqamingizni ham ayting. 90lik Aha. 295 24 20 295 24 20. Rahmat. Pul olding-ku? 6,5 millionga? 6,5 millionga olib mana shu ortilib ketayotgan qo'chqorni. Bu ho'kichan necha pul oldingiz aka? 19 million.
Üstüne ortası. Hava yürümeyiz. Abi yere ol boralmayız. Yavaş, böyle yavaş. Qo'chqori nechi pul ekan? 46 ming. 4 million? Ha, 630 ming. Ya berilyapti ekan, sotilibdi. Sen nechi pul qilyapsan? 200 mingga anaqa Ha 200 ming ham pul, 100 ming ham pul, 10 ming ber. zo'r savdo qildi. Nechi pul deyapti? 8 dedi. 8 dedi, bermadimi? Ikki buzoqni 8 million dedi, bermabdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul deyapti kim molni? 16 deyapti. 16 million. Nechinchi tug'ish ekan? 3-chi ekan. Mana olamiz. Bolasi ho'kkichami? Ho'kkicha. O video olayapman. Bugun Uzun tumanida mol bozorda mol chorvalari juda kam kirgan, chunki Qurbon hayitining 3-kuni bo'lganligi munosabati bilan shu munosabati bilan mollar kamroq. Shuning uchun oldiga borib narxlar bilan qiziqib ko'ramiz. Aka, bu buzoq sigir nechi pul? Bolasi ho'kkichcha. Necha kun bo'ldi tug'ilganiga? Bugun 5-kun. Taxminan necha litrlar sut beradi o'zi? Ertaga oqshom 6 litr sutga garantiya beradi. Mol qayerda moli? Mol Gulistonning moli aka. Telefon ko'rib, biroyar uydan bor. Yuvosh, ha? Yuvosh, boqilgan. Odobli ekanda bo'lmasa. Men bola shuni saqib. Qarang, telefon raqamingizni ayting. 99lik akalar. Ha, aytavering. 594 55 97. Rahmat. Ismingiz kim? Ismim Doston. Bo'l, Doston aka bo'lmasa biroyarim qiziqadigan bo'lsa murojaat qilar. Bo'l aka. Avar saqib ko'rib keyin pul bersin. Xo'p. Bu nechi pul ketdi aka? 17 million 200 ketdi mana buqa. O qora buqani nechi pul deyapsiz? Qora bilmayman. Ha? Qora bilmadim. Siz qaysi? Qizil nechi pul? Qizil 22,5 bo'ldi. 22,5 million deyapsizmi siz? 22,5 million savdo bo'ldi. Aha. 25 million deyapmiz-da. Tashlamak o'zimsiz. Nechi pulga berasiz? 23 deyapman-da. Nechi pul savdo bo'ldi? 23. Qancha savdo bo'ldi? 20 riyal? 22,5 bo'ldi. Qizil. Nechi pulga berasiz sotiladigan joy? 23 bo'lsa beraman-da, bo'lmish. 22,5 ga bermadim. Joy vesi qancha chiqar ekan? Tortmadingizmi? Joy bersa ham 400 dan oshadi-da. 410. 415 chiqadi-da. 400. Baynağı 300, baynağı 300. Buni yuk 314 chiqdi. Hozir o'tib ketdi. 314 hozir o'tib ketdi. Yo'q, qancha dedi? 20 dedim. Yo'q, 17 million 200 ga oldi. Ha, 17 million 200 ga oldi. 17 million 200 ga Qarang, oldi. telefon raqamingizni aytib qo'ying, eshitadi-da. Kelasi. Telefon raqam 99lik 169 66 28. Uydan Ismi Mahmud. uydan bo'lsa ham sotib beraman. Uyda ham bor, ha? Sen mollar boqilgan. Kelishtirib beraveramiz-da. Akam tanish bo'ladi yani. Mana shu ho'kizcha 17 million 400 ga ketibdi. Yetti yarim? Nima? Nechi pul savdo bo'ldi bu? 7,5 savdo bo'ldi. Yaxshimisiz? 7 million 800, 7,5 ketishsiz. Yaxshi, rahmat. Qoldi shunga. Bironta so'radimi? 7,5 7 million 800 bo'ldi. Hozir 7 qilyapti. Aha. Pul berasiz deb so'rayapman sizga. Hozirga qarab berdim. Nechtasi 25 ming? 6tasi 25 ming. Buni 6tasi 25 ming. Bunichi? Mana 4tasi 50 ming. 4tasi 50 ming.
Jigarlaring bormi? Yozda kiyadigan shataklar. Aka, shataklaringiz necha puldan? Shataklarim bor. Har xillari bor. Xitoydagi bor, O'zbekistondagi bor, har xildan bor. Qarang, oldingizda ipliklar necha pul? Ana shu 20 ming qilib beryapti. yondagichi. Ularning 8 ming. Mana buchi mana. 85 ming. Buchi? 100 ming so'm. Har xildan bor. Rahmat. Rezin oddiy, rezin shataklar necha pul? 16 ming. Latikaga kelamiz. Latikaga. Assalomu alaykum. Jo'ja necha pul olasiz aka? 15 ming. Mana buni o'rka. Birorta korobka yasamabsiz-da. Yo'q, mashina tashlayman. Zarari borda. Savdo qiladigan o'yinda. Pomidor bodring Olindi. olma makkadan aslan yasashing mumkin. 10 litr suvga 15 gram qo'shib pishiramiz. Mana bu. Sen 10 ming qancha pul? Hamma narsaga Qo'ydi, kimlar ketadi. Nechi pul? 20 ming. Mana bitib kelaveradi, yana bunday ichida yana ruxsat. Bu kanalingiz nomi nima? Yo'l espresso. Voqea sport. Qiz keladi. Yo'l espresso. Bormi? Voha sporti degan kanal. Voha sport? Ha, Voha sporti. Nima deyishimiz kerak? Yangi uzunlar chiqdi 20 ming ekan. Qora, kichkina uzumchalar. Qo'yak, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Baxirni qizlarimiz. Hozir shlardan keldimi? Mana shu bolani taniysizlarmi? Teraqishlardan buyog'i. Yaxshi o'zimiz, rahmat o'zimizga. Aka, bu aravalar nechi pul? Ko'k arava. 1 million? 1 million. Buchi? Bularchi? Bularchi, maydalar. 600 dan aka. Ha, telefon raqamingizni aytib bering. 91lik. Olib ayting. 91lik. Aha. 235 1039. Bo'ldi. Ismingizni ayting, ismingizni ayting. Ilhomjon. Bo'ldi. Oboring, obor. 97lik. Ha. Bishimlar nechi pul? 70 Aha. Qayerni olib tashay? Bo'ldi, bo'ldi. Qanday Rustam, bayramlaringizmi aka? Rahmat o'zingizdan. Rahmat Xudoga shukr. Rahmat Xudoga shukr. Rahmat Xudoga shukr. Mayli, ishonma xo'p. Bloger bilan bilan Instagramga Kimda olayin? Assalomu alaykum. Mana shu odam bilan hech ish qilmayapti. Bemal olaverasiz. Yo'q, qonuniy bular aka emas. Aka sharoz beraymi? Yangi telefon raqam, telefon sotib oladiganlar, rabochi telefon. Telefon bozoriga keldik. Bugungi obzorimiz yakuniga yetdi. Obuna bo'lib tarqatib qo'yamiz. Instagramda Nuriddin Official, YouTube'da Nuriddin Sport, YouTube'da ham shu Nuriddin Sport yoki Voha Sporti desa chiqadi.